Ilm fanning bir xususiyati bor. Uni ko'pincha din bilan qarama-qarshi qo'yishadi. Ammo odamlar ilmiy yondashuvni tanlagani sari, ilm fanning o'zi ham bir necha jihatdan e'tiqodga o'xshab qolmoqda. Ya'ni, unga ishonish kerak va unga qarshi chiqib bo'lmaydi. Einsteinning spilling nazariyasini avval kulguga olishgan. Keyinchalik esa Niels Bohr, ya'ni kvant mexanikasi asoschisini Einsteinning o'zi tanqid qilgandi. Evolutsiya nazariyasiga kelganda esa bu yerda statistika butunlay odamni gangitib qo'yishi mumkin. 2009-yilda Pew Research Center AQShdagi olimlar o'rtasida so'rov o'tkazdi va shuni aniqladiki, ulardan 51% biror ko'rinishdagi oliy kuchlarga ishonadi. Ayniqsa biologiya va genetika sohalarida ironiya shundaki, bu eng aniq fanlar sanaladi. Xo'sh, nega bunday? Evolutsiya nazariyasida shunchalik nuqson bormidiki, ularni faqat ilohiy aralashuv bilan tushuntirish mumkin. Darwinga nisbatan bildirilayotgan e'tirozlarning qaysi biri afsona, qaysilari esa haqiqatdan dalolat beradi. Keling shu haqida batafsil gaplashamiz. Eng mashhur e'tirozlardan boshlaymiz, ya'ni matematikadan. Ro'yo kanaliga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Evolutsiya hayotni mutatsiyalar, xatolar va tasodiflar orqali shakllantirgan degan oyani tanqid qiluvchilar doimiy ravishda matematik muammolar haqida gapirishadi. Ularning fikricha, odam va hayotning vujudga kelishi ehtimoli juda past. Klassik misol shaxmat doskasi. Tasavvur qiling, 64 ta hujayrasi bo'lgan doska rangsiz. Har bir oq hujayra yonida bir qora bo'lishi kerak. Oddiy sinab ko'rish yo'li bilan bir necha marta harakat qilish kerak bo'ladi. Matematika darslarini o'tkazib yubormaganlar bilishadi. 2 darajasi 64, ya'ni 18,5 kvintillion urinish. Kvintillion bu 18 ta nolga ega son. Bu faqat 64 hujayra uchun. Shundan keyin Darwin nazariyasiga qarshilar bu misolni inson miyasi 100 milliard neyronlik tizimga uloqtirishadi va savol berishadi. Evolutsiya bu neyronlarni to'g'ri joylashtirish uchun qancha vaqt kerak edi? Javob katta son bo'ladi. 3-7 milliard yil esa bu bilan solishtirganda bir lahzada tuyuladi. Ammo bu e'tirozlar haqiqatdan uzoq. Evolutsiya har bir variantni ketma-ket sinab ko'rmaydi. U samarali algoritm kabi ishlaydi. Bundan tashqari ehtimollar nazariyasining o'zi ham boshqacha ishlaydi. Deyarli nolga teng ehtimollikdagi voqea ham to'g'ri sharoitda 100% holat bilan sodir bo'lishi mumkin. Misol 1024 kishilik turnir har bir juftlik tanga otadi, yutqazgan chiqib ketadi, yutgan yana otadi. Oxirida kimdir 10 marta ketma-ket yutadi. Nazariy ehtimol 1 dan 24 ga. Ammo bu formatda inson paydo bo'ladi. Bu muqarrar. Shuning uchun evolutsiyani matematik jihatdan inkor qiluvchi dalillarni bemalol aqlga uloqtiravering. Hayotning vujudga kelishi ham, odamning 3-7 milliard yil ichida paydo bo'lishi ham matematika nuqtai nazaridan imkonli. Ammo evolutsiyaga bo'lgan tanqidlarning asosiy tomonlari ham bor. Ular quyidagicha. DNK qayerdan paydo bo'lganligini hali ham yaxshi tushunmaymiz. Kirik hujayraning kirilishi shunchalik murakkabki, uni faqat tasodifiy mutatsiyalar bilan tushuntirish mushkul. O'tish davridagi, ya'ni oraliq turlar juda kam topilgan. Ushbu 3 ta e'tiroz ichida faqat bittasi ba'zi olimlarni xudoga ishonishga undaydi. Qaysi biri ekanini aniqlash uchun ularni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Avval paleontologiyadan boshlaymiz. Ba'zilar Darwin nazariyasini shunday tasvirlaydiki, go'yo ilgari gorilla odamlar, dinozavr o'rdaklar yoki mushukitlar mavjud bo'lgan. Bizda Pithecanthroп va Neandertal kabi insonsimon maymunlar bor. Ammo yaqinroq qarasak, Neandertallar Homo sapiensning ajdodlari emas, balki yonma-yon yashab, so'ng yo'q bo'lib ketgan alohida tur hisoblanadi. Dinozavrlarda qushlarga o'tgan o'tish turlari ham yetarli emas. Ammo boshqa tomondan latimeriyalar bor. 65 million yil oldin yo'q bo'lgan deb hisoblangan baliqlar. 1938-yilda Janubiy Afrika sohillarida tirik latimeriya topilgach, hamma hayratda qoladi. Shu yerda savol tug'iladi. Nima uchun ba'zi hollarda evolutsiya oraliq turlarni yo'qotadi, ba'zida esa qadimgi mavjudotlar aynan o'sha holatda saqlanib qoladi? Javob esa oddiy. Evolutsiya qarama-qarshi kuchlar, sharoitlar va ko'p qirrali jarayon sifatida ishlaydi. Ular soddalashtirilgan sxemalarga sig'maydi. Hozirgi mavjud turlar bir paytlar yashagan barcha turlar, aslida o'tish turlari. Biz odamlar ham o'tish turimiz. Ishonmayapsizmi? Unda o'z dumg'azi suyagingizdan, ko'richakdan yoki tishlaringiz uchun qoldirilgan hisob fakturadan so'rang. Yana 1000 yil o'tib odamzod boshqa ko'rinishda bo'ladi. Evolutsiyada yakunlangan tur degan narsa yo'q. Biz topgan barcha dinozavr qoldiqlari aslida ularning masalan tovuq bilan o'rtadagi o'tish bosqichlaridir. Mana masalan Anatotitan degan o'rdak tumshug'i bor dinozavrga qarang. Uning tumshug'i hozirgi o'rdaklar tumshug'idan deyarli farq qilmaydi. Albatta, hozircha dinozavr qoldiqlari oz topilgan, bu esa boshqa muammo. Evolutsiya nazariyasiga bildirilgan ikkinchi e'tiroz tirik hujayralarning haddan tashqari murakkabligi.
Aynan shu yerda ko'plab olimlar diniy yo'nalishga og'adi. Chunki bizning har bir hujayramiz bu mukammal zavod. O'z energiya manbai, ishchilari, bo'linish tizimi, kirish chiqish tizimi va hatto nosozliklarni tuzatish jamoasi bor. Energiya tarqalib ketish chegarasida muvozanatda turadi, lekin shunga qaramay erinmay yashashni uddalaydi. Shunday murakkab organizmga mutatsiyalar faqat zarar yetkazadi deyishga undaydi bu holat. Masalan, zavoddan bitta ishchini olib tashlasangiz, hujayra bo'linishini to'xtatadi, oqsillar muvozanati buziladi va u yonib ketadi. Shuningdek, DNA ham cheksiz emas. U doimiy mutatsiyalarni yig'adi. Darvin nazariyasiga ko'ra, aynan mutatsiyalar evolyutsiyani oldinga suradi. Lekin mutatsiyalar yig'ilaverib, asl ma'lumotlar yo'qolib ketadi degan xavf bor. Bu holat Teseus kemasi paradoksini eslatadi. Faqat bu yerda qismlar eski bilan emas, boshqacharoqlari bilan almashtiriladi. Oxir-oqibat kema itlar uyasi bo'lib qoladi. Bu masalaning ilmiy nomi ham bor. Error katastrof. Ilmiy tarafdorlardan ayrimlari taniqli olimlar bo'lib, ularning nomlari havolada keltirilgan. Ular bu muammoni doim bir xil tarzda tasvirlashadi. DNKda xatolar to'planib borishi tufayli har qanday tirik tur vaqt o'tishi bilan degradatsiyalashadi. Ya'ni evolyutsiyalanmaydi, aksincha eski holatga qaytadi yoki buziladi. Evolyutsiya nazariyasiga qarshi chiqqanlar yana matematikaga murojaat qilishadi. Ammo yuqorida aytganimizdek, ehtimollar nazariyasi shunchalik murakkab bo'lgan hujayralarning paydo bo'lishini inkor etmaydi. Statistika nuqtai nazaridan mutatsiyalarning katta qismi neytral hisoblanadi. Ya'ni Teseus kemasi evolyutsiya va ehtimollar nuqtai nazaridan hamon kema bo'lib qolaveradi. Bu yerda muammo odamlar mutatsiya degan so'zni eshitib, darrov salbiy reaksiya qilishlaridir. Aslida esa mutatsiyalarning katta qismi umuman sezilmaydi. Ba'zilar, masalan, laktozani hazm qilish qobiliyati hattoki foydali bo'lib ham chiqadi. Axir bir zamonlar yer yuzida hech kim sigir sutmasdi. Xulosa qilib aytganda, evolyutsiya nazariyasiga bildirilgan 100 ta e'tirozdan 99 tasi ilmiy jihatdan asosli javobga ega. Faqat bitta muammo bor. U ham bo'lsa DNK. Agar kengroq tushuntirsak, gap hech nimadan hayot, ya'ni bo'lmish qobiliyatga ega hujayra qanday paydo bo'lganida. Bu yerda olimlarda hali ham aniq javob yo'q. Insoniyat tarixida laboratoriya sharoitida tirik hujayrani hech qachon hech nimadan yarata olmagan. Eng ko'p isbotlab bo'lingan narsa bu birlamchi sho'rva g'oyasi va hayot uchun zarur elementning mavjudligidir. Bu yerda jumboq faqat paydo bo'lish jarayonida emas, balki qaysi hayot shakli birinchi bo'lib paydo bo'lganida hamdir. Mana shunda sahnaga DNK chiqadi. Balki olimlar sho'rvadan Optimus Prime yasashni uddalashar, lekin uning ko'payishini ta'minlay olishmaydi. U shunchaki o'ladi. Shuning bilan uning avlodi ham yo'qoladi. Chunki hayotda bo'linishni ta'minlovchi yagona narsa bu DNK. DNK esa shunchaki qaytib olinadigan tufilma emas. Hattoki RNK ham juda murakkab. Aynan shu yerda hayotning eng katta sirlaridan biri yotadi. Bunga na evolyutsiya nazariyasi, na biologlar aniq javob bera olmaydi. Qanday qilib noorganik molekulalar birlashib, organik o'zini o'zi ko'paytirishga qodir tuzilmaga aylangan. Bu tuzilmalar oqsillar va tashqi energiya bilan ishlagan. Qanday qilib? Hayotning ilk urug'i nima edi? U qanday qilib nusxa chiqarishni o'rgandi? Fizik tajriba sifatida bir necha gipotezalar bor. Masalan, proto-DNK, ammo yuzlab yillar davomida ular biror amaliy ta'sirga ega bo'lmadi. Faqat nazariya. Shunday bo'lgach, fan va din o'rtasida noodatiy ittifoqlar yuz beradi. Bu odatiy hol. Siz genetikani, hujayra tuzilishini, DNK mexanizmlarini mukammal tushuntirib bera oladigan ilmiy jurnallarda maqolalari bor mikrobiologni uchratishingiz mumkin. Lekin keyin u cherkovga borib sham yoqadi. Nega? Chunki bilimning shu darajasida yuqoridan kimdir hayotni boshlab bergan degan fikr mutlaqo bema'nilik tuyulmaydi. Bu holat Gauss taqsimoti memiga o'xshaydi. IQsi eng past va eng yuqori bo'lgan odamlar bir xil fikrlaydi. Bu yerda yana bir fakt esga tushadi. Nyutonning ikkinchi termodinamik qonuni. Sodda qilib aytganda u shunday deydi. Idishdagi iflos chashkalar hech qachon o'z-o'zidan yuvilmaydi. Har qanday sistema xaos tomon intiladi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Odamlar tirilmaydi. Sinib ketgan oynalar o'z-o'zidan yig'ilmaydi. Va noorganik molekulalar o'z-o'zidan organik tuzilma hosil qilmasligi kerak. Bu sistemadagi entropiyani kamaytiradi. Lekin bu e'tiroz evolyutsiya nazariyasini yengib o'tishi mumkin. Nyutonning ikkinchi qonuni faqat yopiq tizimlar uchun amal qiladi. Bu esa yopiq tizim emas. Bu yerda quyosh nuri, geotermal energiya va boshqa ko'plab omillar mavjud. Nazariy fizika olimi Daniel Steyer bu masalani 2008-yilning o'zida hisoblab chiqqan. U aytadi, hayotning paydo bo'lishi ham, evolyutsiya ham Nyutonning qonunlariga zid emas. Xulosa qilib aytganda, evolyutsiya nazariyasiga qarshi e'tirozlar ko'pincha kreatsionistlar tomonidan sun'iy ravishda bo'rttiriladi va asossiz mashhurlikka ega. Lekin haqiqatda bitta savol hal qilinmagan. Ammo bu hozircha xolos.
keling sonlarda ko'rishguncha xayr, siz Ro'yo kanalida edingiz.